15-may o'rtoqlar 2025 o'rtoqlar havo judayam issiq bo'lyapti. Bugun endi aytishlaricha sinoptiklarni aytishlari bo'yicha 42-43 daraja. Bu soya joyda olinsa kerak 50 ga chiqadi-yu. Issiq juda kuchli issiq bo'lyapti havo. Anomal issiq boshlandi o'rtoqlar. Endi faqat mana daraxtlarning soyasiga, mana zardollarning soyasiga yuramiz endi. Zardolning soyasiga, uzumlarning soya, toklarning soyasiga, olchalarning soyasiga yuramiz endi. O'rtoqlar, olchalar ham qizaryapti mana. Qizarib kelyapti olchalar mana. Olchalar qizarib kelyapti. Bu anomal issiqda endi meva-chevalar pishadi. Pishmay iloji yo'q. Qizaryapti. Bu olchaga gilos payvand qilganmiz mana. Mana payvand bo'lgan joyi mana. Mana tutib, mana barglar qilib, mana bu yerda olmalar payvand qilganmiz. Nok bilan olma. Mana bu shoxlari nok, mana bu tomoni olma. Tanasi ikkita. Bu yerga nok payvand bo'lgan ikkita. Bunisiga ikkita mana olma payvand bo'lgan. Ko'rinyaptimi yaxshi? Bu tomondan o'tib ko'rsataman sizlarga hozir. Mana bu tana, mana bittasiga ikkita olma payvand bo'lgan, bunisi mana ikkita nok payvand bo'lgan. Yana bittasi bor, sizlarga ko'rsataman hozir. Mana bu yerga daraxtchamiz bor, buni ham ko'rsataman. Bu bitta shoxchasi sinibdi. Qurib qolibdi bechara. Tursin qani, mana buni ham payvand bo'lgan mana. Mana bu ham payvand bo'lgan. Qora salafon bilan o'rab qo'yilgan. Suv qo'ygandim kecha mana bu daraxtlar qurilmasin deb mana toklar ekkanman, toklar tutgan, mana toklar barcha chiqargan. Issiq zo'ridan men suv qo'ygandim kecha mana daraxtlarga ham suv qo'ygandim. Bular toklarga suv qo'yib chiqqanman o'rtoqlar, mana toklar o'sib chiqqan tok kundasi. Issiq juda zo'r anomal. Mana bu yerga qovoq, bunga ham suv qo'ygandim. Toklarga suv qo'yib, shuni qilib parvarishlayapmiz bizda. Mana bu yerga ham bitta tok kundasi bor.